Oddiy askar o'qidan jarohat olgan Milliy gvardiyaning 2 askaridan biri vafot etib, ikkinchisi og'ir ahvolda kasalxonada. Bu haqda bosh shtab bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, voqea bugun ertalab Milliy gvardiya harbiy qismining birida bo'lgan. Hozirda voqea sabablari o'rganilmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligi chet elliklarning moliyalashtirishi bilan uyushtirilgan miting va aksiyalarni taqiqlashni taklif qilmoqda. Tinch yig'inlarni o'tkazish to'g'risidagi qonun va ma'muriy javobgarlik bo'yicha kodeksga qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi Jo'g'org'i Kengash muhokamasiga berildi. Qonunga ko'ra, aksiya uyushtirayotgan tomon davlat organlariga yig'inda ishtirok etuvchilarning ro'yxatini, moddiy manbani qog'oz turida ko'rsatishga majbur. Qoidani buzgan yakka shaxslarga 1000 dan 2000 so'mgacha jarima solinadi. Yuridik shaxslarga 2000 dan 5000 so'mgacha. Bundan tashqari, niqob bilan aksiyaga chiqqan kishilarga 2-3 ming, xizmat egalariga 20 ming so'mgacha jarima qaralgan. Iqtisod va yengil sanoat ministrligi kazinolarni ishlatishga qaytadan ruxsat berishni taklif qilmoqda. Qonun o'lkaning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan. Shuningdek, chet el fuqarolarigagina kazinoga kirishga ruxsat berilgan. Hozirda mazkur taklifga ko'pchilik norozi bo'lmoqda. Iqtisod tahlilchilari esa masalani sinchkovlik bilan muhokama qilish kerakligini aytishmoqda. Agarda nazorat mexanizmi yaxshi ishlab chiqilmasa, kazinolarning ziyon tomoni ko'p bo'ladi. Qimorxonalarning qaytadan ochish qanchalik zarur va nima olib keladi? Navbatdagi lavhada. Jamiyat muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasida qimorxonalarni ma'lum bir hududlarga ochish taklif qilinmoqda. Ularning orasida Issiqko'l, Chuy va davlatning janubiy hududi bo'lishi aytilmoqda. Shuningdek, taklif qilinayotgan o'yin klublari chet davlat fuqarolari uchungina ochiq bo'lib, qirg'izistonliklarning kirishi taqiqlanadi. Qonun davlatning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan. Биздин жарандар ага кирбесин деп мыйзам долбооруна дароо эле жазып койдук. Ага кызматкерлер, официанттар, күзөтчүлөр гана кире алышат. Бирок алардан ойногонго мүмкүнчүлүгү жок. Кыргызстандыктар ойноп жатканы билинип калса, казинонун өзүнө чоң айып салынат. 2012-жылы кумарканалар жабылгандан бери биз бир нече факторлорду көрдүк. Алардын канчасы жабылды деген менен көмүскөдө иштеп келатышат. Бул каражаттар казынадан четке кетип жатат дегенди билдирет. Ошондуктан биз муну мыйзамдаштырып, бюджетти толтурушубуз керек. Hozirgi vaqtda qimorxonalarni qaytadan ishlatish taklifi jamiyatda qizg'in muhokamaga sabab bo'lmoqda. Mazkur masala kecha bo'lib o'tgan davlat rahbarining yil sarhisobini chiqargan matbuot yig'inida ham aytildi. Prezident taklif qilinayotgan loyiha borasida o'z fikrini bildirdi. Мага ошол долбоорлордон бир лежери жагып атат, азырынча ачык айтайын. Ошо Кыргызстандын жарандары ушу кумар ойногого уруксат берилбейт дегеничи. Эгерде өкмөт, парламент ушу кумарканаларга уруксат берсе, анда өзүнчө бөлүнгөн жерде болуш керек. Биринчиден, экинчисинен Кыргыздын жарандары бир кумар ойногонго кирип туруп уруксат берилбеш керек да. Иштесе иштесин ал жерде, бирок бирөө да ойнобош керек. Qimorxonalarni ochishga ko'pchilik norozi bo'lmoqda. Aholining ko'pchiligi kazinolardan tushgan mablag'ni boshqa yo'llar bilan topish mumkin degan fikrda. Buni qayerga ochib olgan, qayerga kelib yaqinda qimor bo'lsa ko'p. Odamlar turmushi yomon yo'lga qo'ydi. Qarshim men. Арам акча дегенге чычылып атат жана бала. Анын деген акчасы каяктан келгени бизге белгилүү да. Мен ага каршымын. Жок отуш керек, бул казино үчүн канча кыргыз жарандары неме болуп келди. Ошону мен түшүнбөшүмдөй да. Туурабы? Канча кыргыз жарандары үйсү калып атат, жайсыз калып атат. Ал деген азартный игра деп коет. Динибизде деле тыюу салынганда. Динибизде тыюу салынгандан кийин анын аркасында кыйла жамандыктар, бардык нерселер турат. Эми бунун эмеден эле көргөнбүз да. Канчалаган үй бүлөлөр талкаланган, канчалаган энелер сыздаган казинолор аркасында. Tahlilchilar esa loyihani sinchkovlik bilan qarab chiqish zarur ekanligini bildirishadi. Qonun qabul qilinsa, davlat g'aznasi uchun foydali bo'lsa yaxshi. Shu bilan bir vaqtda musulmon davlat qatori to'g'ri kelmay qoladi. Жол кесе белгилеп айтамын, диний жактан бул бизге туура келбей калышы мүмкүн. Чет элдик жарандарга иштеп чыкса болот. Бирок кайрылып айтып атпаймынбы? Канчалык деңгээлде ал жүзөгө ашат. Бул жерде нормативдик базаны да карап чыгыш керек да, шарт түзүш керек. Жалаң чет элдик экенин аны каяктан белгилеп билет. Анан канчалык деңгээлде алар бизге пайда алып келет, ошол маселелерди дагы өкмөт, анан керектүү министрликтер, ведомстволор карап чыгыш керек. Shuningdek, nazorat mexanizmini yaxshilab ishlab chiqish zarur. Agar mazkur chora ko'rilmasa, kazinolar birgina chet davlat fuqarolari uchun bo'lmay qolishi mumkin. Эми бул тартипти ишке ашыруу өтө татаал.
Кыргыз жарандары барбайт дегенге мен кошула албайм. Алар мындай жол жобосун таап бара берет. Эми, конечно, бул казинолорду түзүүдө бир нече механизмдерди иштеп чыгыш керек. Биринчи, кимдер барат? Экинчиси, казино кайсыл жерге ачылат? Мисалы, чет өлкөдөгүдөй кылып туруп, конкреттүү бир аймакка, бир районго, бир белгилүү жайга ачса болот да. Экономикалык жакты көздөп деп айтып атам. Анан ошондо конкреттүү механизмдери болсо, анан контролдук механизмди ишке ашырыш керек да. Qirg'izistonda yoshlar orasida qimorga berilib ketayotganlarning ko'pligi asos qilinib, 2012-yildan boshlab kazinolarning ishi taqiqlangan. Qonun qabul qilinib, rasmiy taqiqlanguncha Qirg'izistonda 500 ga yaqin bukmeker idorasi, 25 ga yaqin kazino bor ekanligi aytilgan. Hozirgi qonun bo'yicha yashirin kazino va o'yin avtomatlarini ishlatganlar 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etiladi. 2012-yilda qimorxonalar yopilganda 1 yil davomida 500 million so'm davlat g'aznasiga tushmay qolgan. Majina Ulug'bek, Ajina Do'smurodova, Munir Arzbek o'g'li, Intimaq. Soliq yig'ishning rejasini bajarmagan yetakchilarning javobgarligi muhokama qilinishi kerak. Bu haqda 25-dekabrda Premyer ministr Temir Sariyev hududlardagi yangi ishxonalarni ochishga bag'ishlangan yig'inda bildirdi, deb ma'lum qildi hukumatning matbuot xizmati. Premyer ministr Temir Sariyev Bishkek shahrining ko'p rayonlarida soliq yig'ish rejasi bajarilmaganini ta'kidlab, rayon soliq yetakchilarini va hokimlarni javobgarligini muhokama qilishni topshirdi. Soliq xizmatiga va rayon bo'limlarigina emas, rayon hokimlariga ham baho berilishini eslatib o'tdim, dedi Temir Sariyev. Shuningdek, Premyer ministr Bishkek shahridagi avtomashina to'xtash joylarini va reklama shitlarini tartibga solishni topshirdi. Bir yil avval to'xtatilgan Bishkek-Jalolobod aviaqatnovi 28-dekabrdan qayta ishlay boshlaydi. Manas xalqaro aeroportidan ma'lum qilishlaricha, samolyot haftasiga bir marta uchadi. Agar yo'lovchilarning soni ko'paysa, 2 qatnov yo'lga qo'yiladi. Havo maydonidagi uchish qismining qisqaligi va ayrim texnikalar sababli 2014-yilning 28-oktyabrda qatnov to'xtatilgan edi. Bu vaqtgacha haftasiga 2 marta samolyot uchgan. Bishkek-Jalolobod qatnovining chipta bahosi 2500-2800 so'm bo'lishi aytilmoqda. Parvozlarni aviatrafik kompaniyasi amalga oshiradi. Jalolobod aeroporti 1945-yili qurilgan. 22 tonnagacha og'irlikka loyiqlashtirilgan uchish qismi 1740 metr. Mahalliy hukumat unga 200 metr qo'shilganini bildirdi. Ruminiyada dizaynerlar tomonidan yaratilgan archalar auksioni uyushtirildi. Unga umumiy 22 dona lot qo'yilgan. Auksiondan tushgan mablag' o'lkadagi kam ta'minlangan oilalar farzandlarining bilim olishiga sarflanadi. Bunday tadbirlar Ruminiyada 15 yildan buyon o'tkaziladi. Bu vaqtgacha o'lkada bilim olishga imkoniyati bo'lmagan bolalarning soni ham o'smoqda. Hozirda o'lkada 100 mingga yaqin 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bilim olishmaydi. Dizaynerlar qo'lidan yasalgan Rojdestvo archalari har yili tashkil etiladigan Buxarestdagi xayriya kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Ko'rgazmaga umumiy bo'lib 22 ta archa qo'yilgan. Ularni sotib olishga Ruminiyaning 100 ga yaqin eng taniqli tadbirkorlari tashrif buyurishdi. Archalar bir-biridan farq qiladi. Ularni har birini alohida ko'rib chiqqing keladi. Ularning orasida bittasi boshqalaridan keskin farq qiladi. U Buxarestdagi tungi klubdan chiqqan yong'in qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan. O'shandagi halokatda 60 dan ortiq odam olamdan o'tgan edi. Men qirtiqdan qurban bo'lg'ondorning elesini arnab, palati jasooni to'g'ri ko'rdim. Bundan tushgan qarajat az qamsiz bo'lgan baldirga ishlatiladi. Buxarestdagi archalar kimoshdi savdosi 15 yildan beri tashkil etilib kelinadi. Undan tushgan mablag' kam ta'minlangan oila farzandlarini ta'lim olishiga sarflanadi. Жардам берүү баарыбыздын колубуздан келет. Мен ар жылы катышып, бир же экиден балаты сатып аламын. Азырда өзүмө жакканын тандап койдум. Yong'in qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan archa eng qimmat narxga baholandi. U 19.500 yevroga sotildi. Kimoshdi savdosidan umumiy bo'lib 250.000 yevro yig'ildi. Eurostatning ma'lumotiga ko'ra, hozirda 100 mingga yaqin bolalar maktabga bormaydi.